Assalomu alaykum azizlar. Tushda uchish. Agar tushingizda qo'rqmasdan, o'zingizni sezgan, bilgan holda gandiralamasdan, ya'ni tepaga qarab uchayotganingizni ko'rsangiz, orzu niyatlaringizdan, qilgan duolaringizdan aslo voz kechmasdan sabr qilishingiz kerakligini, duolaringizda davom ettirishingiz kerakligini bildiradi. Agar tushingizda havoda uchayotganingizni ko'rsangiz, bu yerda yana orzu niyatlar muammoni ichidaligingizni va orzu niyatlaringiz bilan aloqali umidsizlikka tushmasligingiz kerakligini, sabr qilishingiz kerakligini bildiradi. Agar tushingizda o'zingiz bilgan holda qo'rqmasdan samolyotlar yerga qo'ngandek siz ham sekin yerga bundoq tushayotganingizni ko'rsangiz, bu yerda qilgan duolaringizdan, orzu niyat murodingizni borligini, shular bilan aloqali hech kimga hech narsa aytmasligingiz kerakligini va bu duolaringizni davom ettirishingiz kerakligini, bu niyatlaringizga, orzularingizga albatta erishishingizni faqat jim kutishingiz kerakligini bildiradi. Agar tushingizda oddiy biron joydan tushib ketayotganingizni ko'rsangiz, bu yerda ehtiyot bo'lishingiz kerakligini bildiradi. Bironta yaxshi yaqin insoningizni yoki yaxshi ko'rgan bironta yaqin insoningiz, nima deydi, bir sevgilingizmi yoki turmush o'rtog'ingiz, do'stingiz, yaqin bir insoningizdan agar so'z, va'da olgan bo'lsangiz, bu va'dani so'zni bajarilmasligini va sizni tushkunlikka tushib qolishingizni bildiradi. Agar tushingizda uchayotganda birdaniga yerga tushib ketganingizni ko'rsangiz, bu yerda yana mayda-chuyda problemalar bo'lishini, o'zingizni shu muammolarni ichida ko'rishingizni, har xil kichkina umidsizlikka tushishingizni bildiradi. Uchish haqida shu, xudo xohlasa keyinchalik yana video qo'yishga harakat qilaman bu uchish haqida. Hammanglarni Allohga omonat topshirdim. Yaxshi qolinglar. Videolarga like bosishni, obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Agar videolarim yoqayotgan bo'lsa, Allohga omonat bo'linglar.